Assalomu alaykum. Aziz O'zbekiston ayollari, yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Tan joninglar sog', umringlar uzoq bo'lsin ilohim. Biz uchastkada turamiz. Shaharga yaqin. Mana shu Olmazor tumaniga yaqin. Yaxshi joylarda yashaymiz, sharoitlari bor. Hamma kelinlarim ham, hammamiz xonamizda. Uy ichida hammom tualetlar bor, alhamdulillah, Xudoga shukr. Shu sharoitlarni bergan Allohga hamd bo'lsin birinchi bo'lib, keyin xo'jayinimga rahmat. Shunda chiroyli uy joylar qilib berdilar, yaxshi sharoitlarimiz. Necha yillar davomida shunaqa sharoitlarni kutardim. Rosa ustalar ishlatdim, sabr qildim. Necha yil ko'tardik, shu uchastkalarni yaxshi bo'ldi. Kelinlar mana Xudo xolisa tayyoriga keldi. Yaxshi bo'ldi, o'shalar yaxshi yashayapti. Endi qaynanalar bor-ku, bir xil qaynanalar. San tayyoriga keldinglar, nima ish qildilaring sanlar deydi. Bola chaqamiz uchun o'sha ayol o'g'limizning ayoli yaxshi yashasin, nevaralarimiz yaxshi yashasin deb qildik-ku shuni. Endi minnat qilma qilamiz. Men ko'rganman qiyinchilikni, sanlar ko'rmagansanlar deydi bir xilla. U hammasini o'sha peshonasiga yozilgani bo'ladi. Shunda baxtli kelinlar deyishular. Yaxshi joyga, yaxshi sharoitga tushgan. Bizning davrimizda mana shunaqa sharoit bo'lgan. Bir xilla yaxshi sharoitlarga kelgan, bizning paytimizda, bizning yoshimizdagilar ham yaxshi joyga tushgan. O'sha paytda lekin mehnatlarni qildik, yaxshi, alhamdulillah, Xudoga shukr. Shu rohati shu. Tinch o'tirsa bolalaringiz, baxt nima deydi? Bir xil baxt. Sizlar nima deb bilasizlar baxtni? Menchi tinchlik, xotirjamlik, tan sihat, salomatlik, xursandchilik deb bilaman baxtni. Hamma har xil baxtni tushunadi. Bolalarim tani joni sog', umri uzoq bo'lsin deyman-da. Hamma tinch yaxshi yashasa bo'ldi, o'ynab kulib yursa bo'ldi. Siz o'zi qandoq qarasangiz, shunda javob beradi dunyo. Yaxshi quvonch ko'z bilan qarasangiz, quvonch javob beradi, yaxshi. Yo'q, xafa bo'lib, bir nima deydi, norozi bo'lib anaqaga qarasangiz, ertalab turib norozilik olasiz. Qandoq ko'z bilan qarasangiz, shunda javob beradi deydi, dunyo qaytaradi deydi. Bitta kimdir psixologga o'qiyman dedi-da. Yoshi katta bo'lganda bittasi menga. Psixologga o'qiyman deb undan nolyapti, bundan nolyapti, bu meni xafa qilgan deyapti, mana qilgan, manaqa bo'lgan deyapti-da. Quloq solsam qancha narsani ko'tarib yuribdi qalbida. Psixologga o'qiyotgan bo'lsangiz, siz nima o'rgatasiz? Birovga nima o'rgatasiz? Qanaqa psixolog bo'lmoqchimisiz? Bo'lmoqchisiz dedim-da. Shunda odam zot shunaqa bo'lish kerakki, mayli esdan chiqaradigan narsa ham bor, esdan chiqarmaydigan. Qalbingizda kir saqlavermang, hech qanaqa kir saqlamang, maza qilib yashang. Tez unuting bir narsani. Azayam 3 kun. Arazam 3 kun. Xo'jayingiz bilan urushib qoldingizmi, etishib qoldingizmi, bittasi bilan urushib qoldingizmi, tez arazlashdan chiqib ketsangiz, maza qilib, ertasi kuni boshqa kun kelyapti, boshqa chisla kelyapti. Siz nega o'zgarmaysiz? O'shanda tez o'zgarib, esingizdan chiqib ketsa, maza qilib yashaysiz. Qalbingizda kirni ko'tarib yuraversangiz, bir anaqani eslab yuraversangiz, ani negativ odam deysizlar-ku, shuni eslab yuraversangiz, yashashingiz ham qiyin bo'ladi. Men aytmoqchimanki, unutinglar yomonlikni. O'zi qisqa umr bo'lsa, maza qilib yashanglar. Maza qilib bahra olib yashanglar dunyodan. Odam boshidan nimalar o'tmaydi, qanaqa narsalar o'tadi, bir nimalar o'tadi, nimalar o'tmagan. Hammasini unutinglar. Yaxshi yashanglar.
Alloh bizga bergan hamma ne'matidan maza qilib foydalanaylik, yaxshi yashaylik. Hamma narsaga mehr kerak. Qalbinglarni ochiq qilib, ko'ngillarni ochiq qilib yashasanglar, maza qilib yashaysizlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ochuv chehrali, qalbi ochuvlarni, chiroyli odamlarni yaxshi ko'rganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib kelayotganlarida yo bir joyda birov bilan turganlarida ko'rgan odam quvonib ketadi. Sizlarni ham ko'chada birov ko'rsa, yurishinglardan, kelinlarni, qizlarni yurishinglarni, turishinglarni ko'rsa quvonib ketsin sizlarni ko'rganda. Gaplashgisi kelib ketsin. Shunaqa nastirinada yuringlar har doim, Xudo xolasa. Puldan siqilish kerak, yo boshqa muammo bor. Sen nima deyapsan o'zi? Nechta tashvishimiz bor deyishinglar mumkin. Hamma narsa o'limdan boshqa hamma narsani hal qilsa bo'ladi, Xudo xolasa. Allohdan so'raylar. Allohdan so'raylar. Hamma qalbinglardagini Allohga aytinglar, namozinglarda aytinglar. Har kimga aytvermanglar dardinglarni. Faqat Alloh bilan gaplashinglar bo'ldi. Alloh bilan sajdada gaplashinglar, Xudo xolasa. Alloh beradi, hammasi yaxshi bo'ladi. Bizga berayotgan bir nima yomonlik degan ham yaxshi orqasida yaxshilik bor. Qancha qorilar gapiryapti, imomlar gapiryapti YouTube'dan, Xudo xolasa bizga yaxshiliklarni. O'shani bizga ozgina bo'lsa ham yordam tegadi. Yaxshisini olamiz, Xudo xolasa. Yaxshi so'zlarni olamiz. Kerak so'zlarni olamiz. Biza o'timiz og'riydi, boshqa dori ichamiz-u. Lekin doridan ham yaxshi nima ekan? Allohdan so'rash. Bir kasalingizga davo so'rasangiz ham Allohdan so'raysiz, mayli. Lekin shu doktorlarni ham mana shu kasallarga qarayotganda, voy xolajon tuzuq bo'lib ketibsiz, yo singiljonim yaxshi bo'lib qolibsiz deb kirishini o'zida 50% o'sha odam yaxshi bo'ladi. Quvonch bilan kirsa oldiga. O'shaning uchun bizga doridan ham nima yaxshi so'z ekan. Jon bolam, shirin so'zim, jon bolam, asalim shu. Yaxshi gapirsak, Xudo xolasa shunaqa maza qiladi odam. Ana aytadi-ku, shirin so'zing bo'lsin, ovqating ham bo'lmasin, shirin so'zing bo'lsin deydi. O'shancha bir-biringizga yaxshi gapiringlar. Bu qisqa umr juda ham qisqa umr. Endi maza qilib yomon yashaydiganlar yaxshi yashaymasa umringiz ham yetib bormaydi. Yetib bormaydi. Qisqa umr, juda qisqa umr. Men aytayotganim, bugungi mavzuyim ochiq chehrali bo'linglar. Qalbdan chiroyli qilib birov bilan shunaqa yaxshi ko'rishinglar. O'shani sizni aniq qilganda, gaplashganda sizni sog'inib ketsin. Yana ko'rishing mash ayol bilan, yo mash anaqa bilan gaplashing anaqa xotira qolsin xayolida. Qalb egasi Alloh. Qalbinglarni toza qilinglar, chiroyli qilinglar. Allohdan so'rasanglar, hammasini beradi. Xudodan so'rasanglar. Bermaslikka Alloh uyaladi. O'zbekiston ayollari, bu juda qisqa umr, o'zinglarni ayanglar, yaxshi yashanglar, maza qilib yashanglar. Hammanglarni yaxshi ko'raman Alloh uchun. Harakat qilgan odam hech qachon xor bo'lmaydi, aziz bo'ladi. Qimirlagan, harakat qilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi hayotda. Tan joninglar sog', umringlar uzoq bo'lsin. Yana uchrashamiz, Xudo xolasa.